uspet qilolmadim mashina ushlashga. Hozir mana masjidga zakladga bekitib ketishyapti mahallani ichiga. Kuryerlar arzimagan pul uchun umrlarini xazon qilib qo'yishmoqda. Toshkent shahri mahallalaridan birida mahalla ichiga taqiqlangan modda tashlab ketilgani bo'yicha video tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video diqqat markazimizda. Afsuski, g'araz niyatdagi shaxslar ko'pincha jo'natma bor deb ishlarni osongina kuryerlar orqali hal qilishmoqda. Ba'zilar faqat yuk olib o'tib berish orqali daromad qilaman deb o'ylaydi. Lekin 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilish mumkin. Hurmatli haydovchilar, o'z umringizni arzimagan pul uchun xavf ostiga qo'ymang. Bu videoni nafaqat haydovchi, balki barcha tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.